O'rtoqlar qaranglar. Raya Nur Cosmetics'dan mana shunaqa narsalar dastavka qilib yuborishibdi. Hozir sizlar bilan birga ochaman buni. Men bu narsani men Instagramda ko'rardim-da, rosa hidiga qiziqardim. To'rt xil narsasi bor ekan naborda. Dezodorant bo'lsa kerak mana bu, parfyum yana mist. ikkita parfyum, mist bunisi anaqa dezodorant. Mana bu parfyumni shimmerlik ekan, ichida anaqa zari bor. Menga hidi yoqdi. Video olishdan oldin chunki o'zim ochib ko'rdim. Hidi zo'r. Keyin mana bunaqa SPF krem. Koreyskiy. Buni endi ertaga ishlatib ko'raman. Mana bunaqa parfyum. Bu erkaklar ham ayollar ham sepsa bo'ladigan atir ekan. Buni bunaqa halicha ishlatib ko'rmaganman. No, hidi yaxshi. Sveji hid. Bahor yozlarda sepadigan hid. Medaga tegib qolmaydigan. Keyin bakaratori, men buni juda ham sevaman. Har doim ishlatib yuraman buni. Hech ham boru anaqa bezor bo'lib qolmayman shu hiddan. Kim yana shu atir yaxshi ko'radi? Keyin My Way. Buni ham hech qachon ishlatib ko'rmaganman. Hozir ko'raman. Zo'r ekan hidi. Hozir ana do'kon sepib oldim. Mana shu joyga sepib qolay. Unda yaxshi ekan. Zo'r. Men atmetka qilib qo'yaman profillarini. Kimga kerak bo'lsa, hamma narsalar bor. Atirlari, har xil kremlar, kosmetikalar, mana bu bo'yanadigan, makiyaj qiladigan. Yana qanaqadir dekorativniy narsalar ham bor ekan. Короче, ko'p narsalar bor. Lichkalariga yozsanglar, men atmetka qilaman, lichkalariga yozsanglar, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Aytgancha o'rtoqlar, men Instagramdan atmetka qilib qo'yaman. Instagramga o'tib, bemalol zakaz qildirsanglar bo'ladi.